Hammerga o'xshaydi bor-ku. Land Cruiser 300 talikdan kattaroq. Xullas, akalar 20 ming dollardan tanlovlarni ko'ryapsizlarmi? Range Rover Defenderga o'xshataman. 615 dollardan. Malibu'ni choyni ichiradigan mashina. Dubayda rasaflik bo'lyapti. Arablar bor, shunaqa yaxshi ko'rib olayotgan ekan. Dilima ham mashina olamidi? 30-maydan mashinalarning rastamoshkasining narxi oshadi deb aytishyapti, akalar. Esingizda bo'lsa, taxminan 2 oy oldin men Avtocenter avtosaloniga kelib, mashinalarning narx-navosini aytdim. Hozir ham kelib, mana 2025-yil bugungi sana bo'yicha, ya'ni 16-aprel sanasi bo'yicha narx-navolarni qisqacha yoritib ketaman. Qiziq bo'lsa, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ko'pchiligi nasl savdo qiziq bo'pti, ya'ni bo'lib to'lash sharti bilan mashina olish qiziq bo'pti. Ularni ham aytib o'tib ketamiz. Xudo xolisa, bitta narsa, akalar, kelib bemalol mashina naqd savdoga bu yerda mashinalarni talashib, normalniy arzon narxlarda olib qolsanglar bo'ladi. Bilasizlar, ertaga bank narxi oshgandan keyin hamma joyga baribir bir xil ta'sir qiladi. Bu safar bizga Javohir yordam beradilar. Assalomu alaykum. Javohir, tanishinglar, shu avtosalonda sotuvchi bo'lib ishlaydilar. Xudo xolisa, bu mashina meni ko'proq e'tiborimni tortdi. Birinchidan bahaybat, gigant. Ma'lumotim yo'q bu mashina haqida. Qisqacha narx-navosi qulayliklar to'g'risida aytib ketsangiz. Albatta, bu avtomobilimiz Beijing BG60 modeli hisoblanadi. Nomiga ajablanmang, okay? Lekin xuddi mana shunaqa katta mashinani sizlar Nissan L7 ni puliga hozir sotib olsanglar bo'ladi. Mashinamizning hajmi tasavvur qilib tushuntaman. Land Cruiser 300 talikdan kattaroq. Ha, katta ekan lekin oldi taraflari ham afshanu Hammerga o'xshaydi bor-ku, balandligini ko'ryapsizlar. Eng asosiysi mashinamiz gibrid, 1300 km masofani batamon bosib o'ta oladi, 4 ta balon tortadi va 4 ta o'rindiqlarda isitish, sovutish, hattoki massajlarigacha bor, okay? 1300 km yuramiz shu 1300 km yuradi. Gap yo'q. Narxi nechi bu? Narxi, okay, 55 ming. 55 ming. 55 mingga mana shu katta mashina sotib olsizlar, okay? Yana 7 talik. Gap yo'q. 7 ta o'rindiqli, 1300 km yuradigan, off-road, oldi ham, orqasi ham tortadigan mashinani sizlar 55 ming dollarga sotib olishinglar mumkin bo'ladi. Tak, qiziq bo'lsa davom ettiramiz. Keyingi mashinalarni sekin-sekin yoritib boramiz. Ketdi. Ikkinchi mashinamiz Deepal G318 mashinasi. Bunga qisqacha xarakteristika berib ketamiz. Bu avtomobilimiz ham okay, off-road model hisoblanadi. Deepal oilasining eng katta vakillaridan bittasi. 430 ot kuchi 6 sekund tezga chiqadi, okay. Va bu 5 talik. Bu mashinamizni hozir siz Nasiya savdo orqali ham xarid qilib olsangiz bo'ladi. Juda ham qulay narxlarda. Agar naqd savdoga olsangiz 39 ming dollar qilib beramiz, okay. Naqd savdoga 39 ming. Ani ko'chalarda bir 36 ming, 35 ming sotishyapti, u qanaqasi? Okay, mana shuni juda ham ko'pchilikga tushuntirmoqchi bo'laman. Ko'chada sotayotganlar birinchidan kafolat bo'lmaydi, ikkinchidan arzonroq komplektatsiyasi bor. Misol uchun bunda 4 ta balon tortadi, ot kuchi katta, batareykasining quvvati katta. Bu 210 km tokda yuradi. Umumiy hisobda 1300 km yuradi. Ichidagi materiallarda farqi bor. Ko'pchilik buni Xitoy mashinalarining pozitsiyasiga tushunmayapti. Aynan mana shu mashinani tasavvur qiling, 12 xil pozitsiyasi bor, okay? Bu eng full komplektatsiya. Ha, tushunarli. Bilasizlar-ku, misol uchun mana Malibu'da ham nechta pozitsiyasi bor. Eng birinchi pozitsiyalari deyarli yarim narxiga ham boradi. Bu любой komplektatsiyada shunaqa. Sizlar ko'rayotgan o'sha arzonlari, demak, komplektatsiyasi past pozitsiyasi ham ancha past bo'ladi. Bu gibrid avtomobili bilan batareya benzin bilan 1300 km yuradi. Salonlari ham katta, keng, ko'rasizlar, mashinaning ko'rinishi ancha seriozniy, bahaybat ko'rinishda. Mashinaning narxi keladigan bo'lsa, mashinaning narxi 39 ming dollar. Agar sizlar Nasiya savdoga bo'lib to'lashga 1 yilga olmoqchi bo'lsanglar, oyiga qanchadan tushadi shunda? 1666 dollardan tushyapti, okay? Boshiga qancha to'laydi? 50% ni to'laydi avtomobil tan narxini. Salkam naqd savdo bilan Nasiya savdoni farqi 800-900 dollar atrofida bo'ladi, okay? Shunaqa. Xullas, akalar 20 ming dollar atrofida pul to'laysizlar, qolganini 1666 dollardan 1 yilda to'lab qutulaversanglar bo'ladi. Oldingi safar ham ko'rsatuvdim, Aykar EQ3 modeli. Bu to'liq elektromobil. Xuddi shunaqa 510 km yuradigan, xalqimiz orasida hozir qo'pol qilib aytganda elektrogelikcha deb mana shu mashinamizni hozir tanilyapti, okay? Xullas, buni Nasiya savdoga 2 yilga berishayotgan ekan. Qolgan mashinalar 1 yilga ko'pi. Aynan bu mashinani 2 yilga olsanglar bo'ladi. Tak, boshlang'ich to'lovi nechi pul? Boshlang'ich to'lovini siz 14500, 14600 dollar atrofida to'lov qilsangiz, oyiga 615 dollarlardan aylanyapti, okay? 615 dollardan. Tushunarli. Xullas, buni 2 xil modeli bor. Bitta motorli, bitta motorli, narigisi ikkita motorligini olsanglar. Ikkita motorligini olsanglar bo'ladi. Endi buni tuning qilib qo'yishibdi, diskalarni taqishibdi. Ko'rasizlar,
tepalariga bunaqa spishkalar, ledlarni qo'yishgan, bu yoqda bagajnikni qo'yishgan tepasiga. Xullas, ajoyib mashina. Ko'pchilik buni nima desa bo'ladi, ko'rinishiga ishqiboz bo'lib olyapti. Salonlarni ko'ryapsizlarmi? Необычный qilib ishlab qo'ygan. Yuklari ham bor. Xullas, mashinani takoy mini off-road qilib qo'ygan. Juda ham chiroyli. Men bu mashinani Range Rover Defenderga o'xshataman. Mana orqa taraflarini ham ko'rishingiz mumkin. Mana imенно shu joylari Defenderga o'xshab ketadi. Bagajniklari ham bor, 5 ta o'rindiqli. Eng asosiysi, aka, bu elektromobilimiz juda ham yumshoq. Har qanaqa mashina bilan solishtirib ko'rib, bitta tezroq ko'rsinlar. Podveskasi juda ham yumshoq. Xullas, akalar boshiga $15,600 pul to'lab, qolganini 600 qancha chiqdi? $615. $615dan 2 yilga nasiya savdoga olsanglar bo'ladi. Agar naqd pul bilan kelsanglar, taxminan bir $2-3 ming arzon olasiz. Xuddi shu narxda iCar EQ7 ni ham xarid qilishingiz mumkin. Bunda yonma-yon turgan paytda bu vashi boshqa model, bu vashi boshqa modelga o'xshaydi, lekin narxi deyarli bir xil. Buni ham 2 yilga muddatli to'lovga xarid qilsanglar bo'ladi. Tak, buni boshlang'ich to'lovi necha pul? Buniki ham bu bilan bir xil. Shu $14,700-15,000 atrofida to'lov qilishadi. $615 dan bu ham tushyapti. Bunga qaragan misol uchun plyusi bu sal kengroq, o'rindiqlarda massaj, mana shu dop funksiyalari ko'proq. Shunaqa, oldingi safar ham buni ko'rsatgan edik. Juda ham yumshoq, haydab yurgan o'zimizning bir ikkita og'aynilarimiz bor. O'shalar ham aytishdi, rosa to'g'riroq maqtashdi bu mashinani, zo'r ekan deyishdi. Xohlasanglar bu varianti ham bor. Ko'rdinglar, oylik to'lovi $615 dan chiqdi. Bastion T55 modeli eng ko'p sotilgan avtomobillardan bittasi. Elektromobillardan, gibridlardan charchagan akalar uchun mana toza benzinda harakatlanadigan T55 model. Hozir aytayotdilar, bitta mijozimiz 215 ming kilometr yuribdilar. Mashina hali ham zo'r yuribdi deyaptilar. Ayniqsa bunga propan qo'yib olgan akalarimiz bilishadi, uje bu mashinani qanaqa baquvvatligini, liboy uje yo'l tanlamas bo'lib ham harakatlanib ketaveradi, chunki uje chiqqaniga ko'p bo'lmadi, lekin uje 215 ming kilometr yurishga ulgurishibdi. Xo'p, narx-navosi keladigan bo'lsa, tak, bu mashinamizni ayni vaqtda siz $12,700 bersangiz, qolganini 2 yilga $531 dan tushyapti, aka. Agar naqd savdo bilan kelsalar, yaxshigina bir 3-4 ming farqi bilan olib ketsalar bo'ladi. Tushunarli. Demak, taxminan bir 20 necha ming dollar, 21 minglar atrofida bo'ladi naqd savdo bilan. Naqd savdo bilan. Xullas, akalar, 12,5 ming boshiga, qolganiga $531 atrofida. $531. Bu ham 2 yilga beriladi. Bu ham 2 yilga beriladi. Bu yerda ham salonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Bu ham 5 ta o'rindiqli, yuklari bor, ko'rishingiz mumkin. Bashara tarafi, bilasizlar, uje Bastion ancha-muncha mashinani modellarini chiqarib yubordi. Honji tepada bor. Honji bilan ham sizlarni tanishtiraman. Okalar, Volkswagen Tovarak mashinasi bormi? O'shani motori aynan mana shu Bastion T99 modelida turibdi. O'zi ko'rinishi ham o'zi shu Volkswagenga o'xshatib chiqarilgan. Bu ham to'liq benzin bilan harakatlanadi. 2 turbina motor qo'yilgan. Bunga ham bemalol Yandex'ni eng fulli bor, VIP paket dedim. O'shanisiga ham chiqsa bo'ladi. Tak, bu ham nasiya savdoga beriladi. Boshlang'ich to'lovi qancha bo'ladi buni? Oka, bu mashinamizni boshlang'ich to'loviga $17,500 berasiz. Qolgani $1,461 dan aylanyapti hozir. Qanchaga? 2 yilga. 2 yilga. $1,461 dan oylik to'lovga olsanglar bo'ladi. O'sha gap naqd savdoga ham olsanglar bo'ladi. Naqd savdoga общий mana hisoblab ko'ringlar, oyma-oy, misol 2 yilga ko'paytirib ko'ringlar. Shu $1,5 atrofini ko'paytirib ko'rsanglar, shunda общий narx kelib chiqadi. Shundan taxminan bir $3,000-4,000 arzonroq bo'ladi. Eng asosiysi aynan Bastion brendi O'zbekistonda 2019-yildan buyon rasman sotiladi. Mana shu olib ketib o'tamiz. Juda ham ko'pchilik bu modelni bilishadi. Ishonchli avtobrendlardan bittasi. Qancha kafolat beriladi? Hozir aynan bularga 3 yil yoki 100 ming kilometr, endi tepaga chiqsak ko'ngchilarni ko'rsatamiz, ularga 5 yil yoki 150 ming kilometr rasman kafolat bor. Eslatib o'tamiz, bizda turgan avtosalon aynan shu Bastion Honji'ni ofitsialniy avtosaloni hisoblanadi. Malibu'ni choyni ichiradigan mashina, motorni aytayapman, 2 turbina motor turibdi. Bastion B70 modeli. Mana shu 2 turbinali motor katta jiplarda ham turadi-da o'zi. Lekin bu sedan mashinada turibdi. Bu ham benzin dvigatel. Bunga ham bemalol propan qo'yib harakatlansa bo'ladi. Tak, buni
50% to'lovi. Xuddi shunaqa. Bu mashinamizni 15 ming dollar hozir oyiga bersangiz, 627 dollardan tushyapti, okay? Ha, oyiga 620. 620 dollar. Demak, bu ikki yilga ancha bo'ladi. budjetliroq variant ekan. Demak, naqdga ham ancha arzonga xarid qilsangiz bo'ladi buni. Demak, oyiga kamroq to'lov bo'ladigan mashina qidirayotgan akalarimiz uchun aynan mana shu Bastion B70 modelini tavsiya qilamiz. Mana shu mashina bor-ku, Dubayda rosa hit bo'lyapti. Arablar bor-ku, shunaqa yaxshi ko'rib olayotgan ekan. G'ayrat bor og'aynim Dubaydagi. O'sha aytayapti, aka deydi, narxi baland bo'lib ketgan mana Dubayda deydi. O'zbekistonda ham zo'r sotildi. Jetour T2 modeli. Bu 1.5 turboligi, lekin full OV komplektatsiyada 2 turbo motor chiqadi. Bunda buni hali hech kim nasiya savdoga bermayapti shaharda. Bemalol qiziqib olsanglar bo'ladi. Bu yerda nasiya savdoga bor. Faqat boshlang'ich 50% to'lanadi. Narxi necha pul bo'ladi? 18.500 dollar bersa, oylik to'lov 1.550 dollardan chiqar ekan, okay? Qanchaga? 1 yilga bu. 1 yilga. Bu 1 yilga berilyapti. Okalar, tez-tez qutilib ketadigan varianti, lekin ranglari, общий mashinani dizayni, ko'rinishlari, o'zini tutishlari juda ham chiroyli va dizaynni ham ancha ajoyib ishlab qo'ygan. Qiziq bo'lsa, bemalol buni ham shu yerdan kelib nasiya savdoga xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Naqdga boyga yetib o'tganimizda narxi ancha arzon chiqadi. Yana bitta eng ko'p sotilgan modellardan bittasi Jetour 90 modeli. Bu 1.6 turbina, 192 ot kuchi, 7 talik. 7 o'rindiqli bu, ya'ni Jetourni kattalaridan bemalol oilaviy xarid qiladigan mashina. Salonning rangi juda ham chiroyli, fioletoviy qilib, polniy ko'jadan ishlangan. Tak, bu 1 yillik nasiya savdoga beriladi. Tak, 50% to'lovi necha pul bo'ladi boshiga? Buni 2 yilgacha ham olsangiz bo'ladi. 2 yilgacha olsa bo'ladi. Hozir 16 ming dollar boshiga bersangiz, 670 dollardan 2 yil to'laysiz. Tushunarli. Demak, buni ko'rdinglar, mana boyga yonida turgan mashinani 1 yilga berilyotdi. Buni 2 yilga nasiya savdoga olsangiz bo'ladi. Buni yillari necha bu Jetour? 24. 2020 to'g'ri. Shuning uchun okalar qaranglar. Bilasizlar, yili pastga tushgan sari narxi ham pastroq bo'laveradi. Misol uchun 2025 bo'lganda uje buni narxi boshqacharoq bo'lgan bo'lar. Okalar, mana bu komfortni qaranglar. Nimalar qilib tashlaydi? Xitoy narxi bor, u narxchi. Lisanni yarim pul ekan. Men hayron qoldim. Dongfeng mashinasi, bu ham gibrid. Shunaqa. Mashinamizni umumiy hisobda 1300 km masofa bosadi. 200 km tokda 1100 km masofani benzinda bosadi. Mashinamizning hajmi Lisan L8 bilan bir xil, okay? Katta ekan, lekin bor-ku, ya'ni qaranglar, orqa taraflari business class. Eng asosiysi, okay, siz bunaqasini ko'rmagansiz. Tekis mana bu yerda uxlaydigan joy qilsa bo'ladi, oyoqni chordon qilib, uzoq yo'llarga harakatlansangiz bo'ladi, bolalar bilan mazza qilib. Eng asosiysi, displeyimiz 2K, bu yerda morozilnik ham bor, mikrovolnovka ham bor, okay? Ovqatingizni isitadi, sovutadi. Gap yo'q, lekin bor-ku. Narxiga mazza qo'yardim, bor-ku. Necha pul narxi? Narxi 32500. Naqd to'lovga. 32500 dollarga. Qaranglar, qanaqa komfort. Men to'g'risi narxini eshitib boru, odamlarga mashina olib beraymi deb o'ylab qoldim. Leap Motors qarab yurdim-da. Lekin men mashinani ko'rib boru, men hozir ozgina fikrlarim o'zgaryapti. Lisan bor-ku, Lisanni L9 yarim narxida bu mashina. 32500 dedim. Xuddi shunaqa. Eng asosiysi, aka, bu zavod kichkina zavod emas. Xitoyda salkam 2-3 darajali zavod hisoblanadi. Dongfeng o'zi bilgan biladi. Mana buni qarang. Michelin Road Sport 21 diametrlik original. Mana buni bundoq ko'rsangiz, farqi yo'q, aka. Dongfeng firmasi bu adashmasam u yoqdan anaqa ishlab chiqarib beradi. Biz asosiy harbiy mashina ishlab chiqaradi. Harbiy mashinalar ishlab chiqariladi. Oldi tarafni ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Xullas, okalar, zo'r variant. Bu nasiya savdoga yo'q. Yo'q, nasiya savdoga yo'q. Lekin naqd savdoga aka bunaqa narxga, bunaqa katta texnologik mashina yo'q. Xohlasanglar buni 7 taligi ham bor, aka. 7 o'rindiqligi ham bor. Gap yo'q. Xullas, menimcha avtosalondagi narxiga eng stoyishli mashina mana shu bo'lsa kerak. Old taraflarni ham ko'ringlar. Gap yo'q. Bu modelimizni men hozir 4 ta model dedim-ku, qaranglar. Ikkitasi showroomga qolgan ekan. Uje ulardan sotuvga kelmayotgan ekan. Sababi birinchi sababi nariga turgan modelni, u nima model edi? Bu Hongqi HS7 miz, Motori 3 litrlik, okay? Shuni hisobiga, ya'ni katta motor hisobiga, ko'p benzin yeganning hisobiga undan payqa olib kelishmayotgan ekan. Tak,
Bu sotuvda bor. Buni to'liq xarakteristikasini tushuntirib o'tsangiz. Mashinamizda 2 litrlik turbo, 224 ta ot kuchi, 6 bosqichli Aysan korobka. Bu eng nima deydi, xavfsizlik tomonlama eng yaxshi mashinalarimizdan bittasi. Agar mabodo korobkasi chochilib ketadigan bo'lsa ham, bu mashinada siz 30-40 kilometrgacha ikkinchi korobka peredachasi ishga tushadi-da, yurib ketaveradi mashina. Siz servisga yetib olganingiz qolib ketmaydi yo'lda. Mana shunisi anchagina zo'r bu mashina. Narxi? Tak, bu mashinamizni hozir siz $19,000 boshiga bersangiz, $803 2 yilga olib ketsangiz bo'ladi. Tushunarli. Demak, buni ham 2 yilga rasroshkaga olsanglar bo'ladi. Bu mashinadan ko'pchilik haydadi. Dilimi ham mashinadan oluvmidi? Da, Ziyoda, Dilimi, keyin Jahongir Poziljonov, milliondagi akalar hammasi mana shunda yuribdi. Bose audio sistemasi bilan jihozlangan, ko'rishingiz mumkin. Head-up display, oldi tarafda monitorlari, sidenyalarni sovutish tizimlari. Okay, bu Nappa koja и Alcantara. Bu nima deydi? Eko koja yoki boshqa narsa emas-da. Aynan bu mashinaga ishlatilgan. Bobur Mansurovlar ham shundan olishdi, adashmasam, komandalar bilan. 3 ta olgan bundan. Bundan 3 ta olishdi. Unaqa yarmi qora edi uni, yarmi oq. Xullas, juda ko'p sotilgan, shaharda juda ko'p modellardan bittasi. Buni ham 2 yillik nasiya savdoga xarid qilsanglar bo'ladi. Yana bitta uchib ketayotgan modellardan bittasi Depal 7 modeli. Aynan bu modelni yangichasi chiqdi. Hali sizlar ko'rmagansizlar uni. Birinchi bo'lib shu Center avtosalonida ko'rishingiz mumkin. Mana Depal 05 modeli ko'rishingiz mumkin. Bu gibrid avtomobili, to'liq zaryad bilan, to'liq 1300 kilometr masofa bosib o'tadi. 1300 kilometr yuradi. Bu faqat hozircha naqd to'lovga. Boya aytib o'tdim-ku, o'sha 1-maydan rastamoshkaning narxi oshishi mumkin ekan. Aynan mana shu mashinani hozir xarid qilib oladigan joyingiz. Qisqacha ko'rsatib beraman, qaranglar. Bezramishning oynalar, salonlarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib ishlangan. O'rtasi perforatsiyalari, sidenalarni qaranglar. O'zi bor Depalchi zo'r chiqaryapti, to'g'risi. Depal haydab yurganlar o'zi bilishadi Depalni. Narxi bo'yicha boshqa Xitoy brendlari bilan ancha-muncha raqobatlashib qo'yapti. Bu modellar narxi ham zo'r chiqdi. Qaranglar, unaqa joylarni ajoyib ishlab qo'ygan. Tak, bu shu naqd to'lovga, orqa tarafni ham ko'rishingiz mumkin. Orqa tarafi ham juda ham katta. Bagajning qismi tak, o'sha hatchbackga o'xshab ketadi. Bagajni ham qisqacha ko'rsataman. Orqa taraf faralarini qaranglar, qanaqa chiroyli. Bagaj ham xullas kattagina. Tak, bu naqd to'lovga nechta qilib beramiz? $26,000 atrofida qilib beramiz, aka. $26,000 mana shu mashinani yangi 2025 model, hali new model, mana S05 modeli kelib shu yerdan bemalol. Xohlasalar, bizni Depal S07 ni $24,300 narxi boshlanadigan hech kimda yo'q bo'lgan komplektatsiyasi bor, aka. Ikkinchi pozitsiyasi. Ikkinchi pozitsiyasini hech kim olib kirmagan hali. Ikkinchi pozitsiyasi $24,300. $300. S7. 05 da xullas ikki xil rangi bor, ko'rishingiz mumkin. Tak, qora, temniy, mokriy rangda, bu yoqda qalbiylar rangidan oq rangda. Okalar, undan ko'ra kelinglar, o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'ringlar. Haydab ko'ringlar, bu yerda bilasizlar, test drive mashinalar bor. Bemalol haydab ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, lokatsiya yangi qo'shilganlar uchun Sergeli mashina bozorining orqa tarafi ko'pchilik biladi. Mana o'zi qator avtosalonlar tushgan. Avtocenter avtosaloni, eski Bestyon Honji avtosalonini ko'pchilik biladi. Mana o'sha sobiq eski Bestyon Honji avtosaloni. To'liq ma'lumotni shu yerda raqamlar chiqarib qo'yamiz. Shu raqamlardan olishingiz mumkin bo'ladi. Johir, sizga rahmat. Sizga omad, salomat bo'linglar. Xudo xolasa.